Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar. Ushbu videomiz davomida funksiya xoslasining grafik berilganda funksiyaning o'zini ma'lumotlarini topishni o'rganamiz. Bizga hozir funksiyaning xoslasining grafiki tasvirlangan bo'lsin. Birinchi savolimizda funksiyaning o'sish oralig'ini toping degan. Xo'p, fx ning o'sish oralig'ini topish uchun funksiyasining xoslasini katta yoki 0 deyishga ishlash yetarli. Ya'ni funksiyaning xoslasini grafiki tasvirlanganda funksiyaning xoslasini musbat va nolligini tekshirishimiz kerak. Bu degani funksiyaning xoslasining grafigi x o'qidan yuqorida qayerda joylashgan va o'shanda x ning qaysi oraliqlari kerak degani. Hozirgi b yu d oraliqda funksiya yuqori joylashgan va f va j oraliqda funksiya yuqori joylashgan. Xo'p, demak birinchi savolimizning yechimi x tegishli b yu d birlashma f u j bo'ladi. Chegaralarni ham olamiz chunki 0 ga tenglik holati kiritib ketilgan. fx ning kamayish oralig'ini toping deganda, fx ning kamayish oralig'ida funksiya xoslasini manfiy va 0 ligini tekshirish yetarli. Ya'ni funksiyaning xoslasining grafik berilganda x o'qidan pastida joylashgan qismda qaysi oraliq borligini qarashimiz kerak. Bu degani a yu b, d yu f degan. D yu f da funksiya xoslasi manfiy va shu pastda joylashgan. A yu b da ham funksiya xoslasi manfiy pastda joylashgan. Demak, ikkinchi savolimizning yechimi x tegishli a dan b gacha chegaralarni kiritib ketamiz. Birlashma d dan f gacha bo'ladi. Keyingi savolimizda fx ning lokal maksimumlarini toping degan. Ya'ni xoslasining grafikiga qarab funksiyaning o'zining lokal maksimumlarini so'ralgan. Funksiyaning lokal maksimum va minimumlarini topishimiz uchun qoida bor ekan. Ya'ni f'(x) ya'ni funksiyaning xoslasi musbatdan manfiyga o'tayotgan joyda funksiyaning lokal maksimum mavjud bo'ladi. Funksiyaning xoslasi manfiydan musbatga o'tayotgan joyda funksiyaning lokal minimum paydo bo'ladi. Hozir bizga funksiya xoslasi musbat bilan manfiyga almashish nuqtalarini topishimiz kerak. Ya'ni funksiyani x o'qidan pastki sohasi manfiy soha, yuqori sohasi musbat soha, x o'qidan pastki sohasi manfiy soha, yuqori sohasi musbat soha ekan. Bizga hozir lokal maksimumda funksiya xoslasini musbatdan manfiyga o'tkazuvchi nuqta kerak. Lokal minimumda xoslasini manfiydan musbatga o'tkazuvchi nuqta kerak. Demak, mana bu savolimizning yechimi x teng bo'lar ekan. Musbatdan manfiyga o'tayotgan soha ajratayotgan sohasi nuqtasi D. Lokal minimumi manfiydan musbatga o'tkazayotgan nuqtasi ekan B yu F. Ya'ni bu nima degani? Lokal maksimum va lokal minimum. Funksiya ma'lum bir oraliqda o'zining katta qiymatlarini aniqlash kerak, o'shanda lokal maksimum aniqlanadi. Ma'lum bir oraliqda eng kichik qiymatini aniqlasa, unda lokal minimum paydo bo'ladi. Ya'ni funksiya o'sib kamayish boshlanaman degan joyda lokal maksimum aniqlangan bo'ladi. Ya'ni funksiya o'smoqda degani xoslasi musbat bo'lmoqda degani. Funksiya kamaymoqda degani xoslasi manfiy bo'lmoqda degani. Ya'ni bizga mana bu lokal maksimum deb aytilayotgan nuqta funksiya xoslasini o'sib, ya'ni musbatidan kamayib manfiyga o'tayotgan joyda bo'lar ekan. Xo'p, lokal minimumi kamayib o'sish boshlanayotgan joyda bo'lar ekan. Ya'ni kamayish degani funksiya xoslasi manfiy degani, o'sish degani funksiya xoslasi musbat degani. Ya'ni manfiydan musbatga o'tayotgan joyda minimum, musbatidan manfiyga o'tayotgan joyda maksimum paydo bo'ladi. Ya'ni nimani? Funksiya xoslasi.